Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun karom ko'chatimizni ikkinchi qismi. Xo'sh, karom ko'chatimiz mana ko'rinib qoldi. Ancha joyda ko'rinib qoldi. Mana shu joyga 2,5 mingta urug' sepganmiz. Karomimiz F1 freska sorti, katta bo'ladigan sort. Xo'p, bugun 5-dan 8-gacha men bo'zni yopib, ustidan suv sepib qaravotdik. Birinchi qismda ko'rsatganmiz. Xo'p, birinchi qismda aytib o'tmabman. Mana yer tayyorlab olasizlar, tekis qilib yer tayyorlangandan keyin urug' sepasizlar ustidan. Urug' sepib bo'lganinglardan keyin ustidan go'ng aralash turpoq sepishinglar kerak. Urug' ko'milguncha qalin qilib yubormanglar. Urug'i ko'msa bo'ldi. Keyin go'ng aralash tuproq sepib, mana bunaqa bo'z tortsanglar yaxshiroq bo'ladi. Eng arzon material bo'z bo'lsa kerak. O'sha bo'zdan ustiga tortib, sug'arib bo'lgandan keyin ustiga bo'z tortib, bo'zni ustidan ham suv sepib qo'yasizlar. U yeri namini ushlab turadi. Ko'chat tezroq chiqib olishida yordam beradi u. Bo'z tortmasanglar, yerni tez quritib qo'yadi. Mana bugun materialni olib tashladik. Endi ustiga material yoymaymiz, chunki chiqishni boshladi. Chiqishni boshlagandan keyin mana ko'ryapsizlar, unib chiqyapti. Xo'sh, chiqishni boshlagandan keyin material yopmaymiz, chunki chiqib oladi. Endi hozir nomiga suvlab qo'ydik. Zax qilib olmay, nomiga suvlab qo'ydik. O'zi zaxi bor ekan. Ertaga havo ham mana bulut. Ertaning yomg'ir bergan. O'shanga ozgina suvlab qo'ydik, sepmadik. Xudo xolasa yomg'ir mayda yog'sa chiqib oladi. Agar juda yirik yog'sa ustiga plyonka yopib qo'yamiz. Duga qilib plyonka yopamiz. Shunda yomg'ir loy qilib tashamaydi yerimizni. Kuzatishda davom etinglar. Karomimizni xudo xolasa ko'chat qilib, stakanga olib, ekib, pishirib, xudo xolasa sotib, necha pul rasxod qildik, necha pul foyda qilamiz, hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Charchamanglar, hammanglarga rahmat.